Arab tili o'rganayotgan o'quvchilarda eng ko'p uchraydigan mashhur bir xatolik bor. Bu esa kursni boshlashlik vaqtida men ko'p narsani bilaman, menga faqat yozuv kerak emas, menga faqat sifat kerak yoki qo'shib o'qishni o'rganishim kerak deb darsni boshlash vaqtida bilaman degan so'z bilan boshlashadi. Aslida bu ko'plab xatoliklarni keltirib chiqaradi. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli aziz arab tili o'quvchilari, siz arab tili kursida o'qiyotganingizda avvalgi bilimlarni takrorlashingiz ziyon qilmaydi. Shuning uchun har doim psixologik tayyorgarlikda men bilmayman, bilishni xohlayman. Agar kursda biladigan narsalarim bo'lsa, takror bo'ladi. Mana shu tayyorgarlik bo'ladigan bo'lsa, sizda biladigan narsalar chiqqanda takrorlash bo'ladi. Bilmaydigan ko'plab yangiliklarni olasiz. Shuning uchun aziz o'quvchilar, arab tili kurslarini o'qiyotganingizda har doim bilimga chanqoqligingizni va shu bilan birga bilmayman, bilishni o'rganaman, xohlayman deb harakat qilsangiz, ko'plab natijalarga erishishingiz mumkin bo'ladi.